Salom do'stlar hammaga. Xo'p, bugun bizning obzorimizda Saramonic Blink U2 ni obzor qilamiz. Xo'p, magnitchalari shunaqa magnitlari bor. Qisqacha obzor qilib ketamiz. Xo'p. Uzoqroq qo'yamiz hamda noise cancel ovoz so'ndirgich shovqindan. Xo'p. Qopchasi zamokli hamda ilmog'i bor. Saramonic logotipi tushirilgan, tikilgan hamma narsasi bor. Xo'p, ko'rinyapti. Xo'p, xonachalari shunaqa ikkiga bo'lingan hamda mana magnitlar solib qo'yilishiga alohida cho'ntakchalari bor. Xo'p. Shuma подавленияsi. Yana ovoz shovqinda FP dan to'sadigan noise cancel deydi. O'shanaqa narsasi. Xo'p, shunisi bor. Hamda ikkita magnit. Hamda qistirib qo'ygich, qistiriladigan mana bunaqangi Saramonic logotipi tushirilgan, yozuvi tushirilgan magnitlari bor. Xo'p, kabeli 3,5 mm mini jack hamda Type-C porti hamda Type-C'li quvvatlaydi, ham ma'lumotlarni kompyuterga yoki noutbukka o'tkazish uchun ma'lumotlarni. Xo'p, endi ichidagi transmissiyalarga, ya'ni mikrofonlarga o'tamiz. Displeyli touch screen, ya'ni ekranli o'zingizni logotipingizni qo'ysangiz bo'ladi. Hamda bu qaysi Androidga, iPhone'ga tushadimi desangiz, ikkalasiga ham tushadi, kameraga ham tushadi, kompyuter, noutbuklarga hammasiga transmissiya ulanadi. O'zini USB porti bor va bu bilan ulanib, bu bilan chiqarib olsak, qisqaroq va tezroq obzor qilishga harakat qilamiz. Yonganda mana bunaqangi logotiplari bilan chiqadi. Endi soat 20:58 debdi. Xato turibdi soati. Xo'p, e'tibor bermaymiz. Xo'p, o'zini avtozapisi bor, buni plyus tomoni. O'zida avtozapis qiladi. Shuma подавлениясini qo'yish juda ham oson. Hamda buni plyus va minus tomonlari aytib o'tamiz. Xo'p, Lightning va USB kabeli bor. iPhone'larni 14 dan yuqorisi 15, 16, 17 ga tushadi. Type-C. Hamda Lightning bor. Lightningni hozir chiqarib o'tirmadik. Xo'p. Bu ichiga negaki bitta ketadi ichiga. Bittasini qo'yib yurishga majbursiz. Bittasini olib yurishga. Mana bunaqangi bitta ketadi. Lightning qo'yib o'tirmadik. Xo'p, buni ko'chada ham shovqinni qanchalik to'sishini tekshirib ko'ramiz. Shuma подавленияsi bor. Xo'p, kamchiliklari va yutuqlarini sanab o'tamiz. Bu og'irligi, birinchi minuslardan boshlasak, og'irligi hamda transmissiyalarni juda ham og'irligi bu minus hisoblanadi va ekranda juda ham tez kirib oladi. Bunda logotip qo'ysa bo'ladi deb ko'pchilik qiziqib olishi mumkin, lekin bu qanchalik darajada bilmadim. Bu qiziq emas. Ya'ni o'shani montajda qo'yib olsa ham bo'ladi. Bu narsa vajin narsa emas. Ya'ni 3 ga 4 rasmchalik chiqmaydigan kichkina touch screenga ega. Lekin bunda qanchalik mantiq bor bilmadim. Saramonic ham buni tushunib yetib bu narsani boshqa mikrofonlarga chiqarmadi. Bu bejizga emas, chunki buni ushlab turishlikka, logotipingizni qo'yganingizda aylanib ketish, har xil turib qolishi mumkin. To'g'ri turish, to'g'ri turmaslik odam g'ashiga tegadi, bilasiz. Professional ishlayman deganlar bunga e'tibor beradi va g'ashiga tegadi bu narsa, aniq. Xo'p. Kamchiligi shu va kamchiligi transmissiyaning juda ham og'irligi.
va 80 metrgacha ovoz o'rtada to'siq bo'lmasa yozadi. Bu kimgadir yutuq, kimgadir kamchilik. Lekin ammo avtozapisi bor. O'ziga zapis qilganda ham hozir ko'rinyapti. Avtozapis gapirganda mana bu ko'tarilib pasayibdi. O'sha narsa avtozapisi bor, ya'ni o'ziga yozmaydi, bu case'ga yozadi. Case'dan yana notebook yoki kompyuterga ko'chirib olish mumkin. Qisqaroq qilamiz. Xo'p, buni qanchalik udobniy deb o'ylaysiz? Taqib ko'ramiz. Og'irgina, anchagina. Bu magniti bilan salga aylanadi. Bilasiz, magnit bo'lgandan keyin salga aylanadi. Mana bu narsani. Buni e'tiborga olish kerak. Xo'p, mana bunisini qo'yib o'rnatish juda ham oson. Yani oson narsa shuncha qiyin bo'lsa deb yani boshqa mikrofonlarga nisbatan osonroq. Bitta qo'yasiz, buraysiz, bo'ldi, tamom. Qo'yib o'rnatib ketaverasiz. Ba'zilar ishlatayotganlar buni tarafdorni oladiganlar aytishi mumkin, mana bu qistirgichga borib qistirib qo'ysang hech qayerga aylanmaydi deb. Qistirib qo'yasiz, lekin transmissiya juda ham og'irlashib ketadi. Negaki buni magniti va buni alohida anaqasi bor. Mana bunaqa QR kod bilan o'rnatib olsangiz ham bo'ladi, skaner qilib. Topishga qiynalsangiz. Buni alohida dastur bilan ishlaydi. Professional studiyada, professional ovozga ishlayman desa, chuqurroq yondashaman desa, Saramonic yutuq beradi. Ya'ni qaysiga nisbatan deb aytsangiz, HoloLens Lark M2 ga nisbatan. Mana bunda yozilyapti hozir ovoz. Bu yutuqroq beradi. Lekin og'irligi kamchilik buniki. Xo'p, mana bunaqa holatda bo'ladi. O'zi bunaqa hamda mana bunaqa joyi bo'ladi. Mikrofon ovoz yozishga. Bu shima podavleniyasi, noise cancel, shovqin yo'qotish, shovqin to'sgich. Xo'p, kabeli bu magnitlari. Xo'p, endi buni qisqacha tezroq aytishga harakat qilamiz. iPhone ga ham, Android ga ham, ya'ni Android ga ham, iPhone ga ham ulanadi. Kompyuterga ulasa bo'ladi hamda kamera. Xo'p, qisqacha qilamiz. Ko'payib ketyapti. Kameraga, iPhone ga, Android ga ikkalasiga ham tushadi, kameraga ham tushadi. Mana bu bilan ulab mini jack 3,5 metrlik mini jack bilan ulasa bo'ladi. Xo'p. Shu. Xo'p, yana bitta kamchiligi, buni quvvati 8 soatga yetadi degan, lekin 8 soat bu juda ham katta kamchilik qaysidir darajada. Ekrani bo'lgan sababiga ko'proq quvvat masalasi bilasiz, doim katta kamchilik hisoblanadi quvvat masalasida. Anchagina OLED displeyga ega. Plus tomoni OLED, lekin ekran uncha to'k bermaydi va Saramonic ham buni bilib ko'pgina narsalarga chiqarmagan. Xo'p. Xo'p, qisqacha obzorimiz shu. Bu Ozod Bro kanaliga, YouTube kanaliga, Instagram hamda Telegram kanallari bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Saramonic mikrofoni bo'ldi qisqacha. Agar to'lovini ko'raman desangiz, YouTube kanalda bor. YouTube kanaliga qo'yiladi. Obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatishda davom eting va stabilizatorni ham chiqaramiz.